Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Prezident tomonidan ajratiladigan 2 million so'mlik yordam, subsidiya yoki bir martalik qo'llab-quvvatlash pulini kim olishi mumkin? Qanday tartibda murojaat qilinadi? Qaysi holatda rad javobi keladi? Va odamlar eng ko'p qayerda xato qiladi? Bu ma'lumot ko'pchilik oilalar uchun juda kerak. Chunki bitta hujjat noto'g'ri bo'lsa yoki ariza vaqtida topshirilmasa, odam haqiqatan ham haqli bo'lgan pulini ola olmay qolishi mumkin. Men bugun sizga gapni aylantirmasdan oddiy tilda amaliy ko'rsatma qilib tushuntiraman. Videoni ho'zroq oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim nozik joylarini bilmasangiz, arizangiz rad etilishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday tushuntirishlar har bir xonadonga kerak bo'ladi. Avval ko'pchilik yordam puli subsidiya yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalasida nima qilishni bilmas edi. Odamlar mahallaga borardi, kimdir hokimiyatga yuborardi, kimdir bankka bor derdi, yana kimdir ro'yxatga tushgan bo'lsang olasan deb qo'ya qolardi. Natijada fuqaro bir idoradan ikkinchi idora yurib, vaqtini ham asabini ham yo'qotardi. Eng yomoni, kimdir haqli bo'lsa ham hujjat topshirish tartibini bilmagani uchun pul ola olmay qolardi. Hozir esa tartib ancha aniq bo'lib bormoqda. Davlat yordamlarini berishda temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari, ijtimoiy himoya reyestrlari, mahalla yettiligi xulosasi, bandlik organlari ma'lumotlari, soliq va boshqa elektron bazalar bir-biri bilan solishtiriladi. Ya'ni endi faqat og'zaki gap bilan emas, rasmiy ariza, hujjat elektron ma'lumot asosida qaror qilinadi. Bu nimani anglatadi? Masalan, oldin odam men ishsizman deb aytsa, mahalla uni tanisa yordam berilishi mumkin edi. Hozir esa uning rasmiy daromadi bormi, nomida mashina bormi, bank hisobiga pul tushyaptimi? Oilasida ishlaydiganlar bormi? Bolalari necha yoshda? Uy, joy sharoiti qanday, bularning hammasi tekshirilishi mumkin. Shuning uchun har bir fuqaro o'z holatini to'g'ri tushuntira olishi va tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlab qo'yishi kerak. Eng avvalo bitta narsani aniq aytib qo'yaman. 1 million so'm hamma odamga avtomatik tarqatiladigan pul emas. Ko'pchilik prezident pul beribdi, hamma oladi deb o'ylab xato qiladi. Aslida bunday pullar odatda ma'lum toifadagi fuqarolarni qo'llab-quvvatlash uchun ajratiladi. Masalan, kam ta'minlangan oila, ishsiz yosh, ayollar daftariga kiritilgan ayol, nogironligi bo'lgan shaxs, boquvchisini yo'qotgan oila, o'qish yoki kasb-hunar boshlamoqchi bo'lgan fuqaro, kichik daromad manba yaratmoqchi bo'lgan inson shular jumlasiga kirishi mumkin. Ba'zi hollarda bu pul bir martalik moddiy yordam sifatida beriladi. Ba'zi hollarda esa subsidiya, ya'ni maqsadli yordam bo'ladi. Maqsadli yordam degani pul sizga shunchaki sarflash uchun emas, aniq bir ehtiyoj uchun beriladi. Masalan, tikuv mashinasi olish, kichik asbob uskunalar xarid qilish, o'quv kursi to'lovini qoplash, davolanishga yordam berish, uy sharoitida daromad topishni boshlash uchun qo'llab-quvvatlash kabi. Shuning uchun birinchi qadam siz bu 5 million so'm qaysi dastur doirasida berilayotganini aniqlashingiz kerak. Prezident pulidan umumiy gap bilan cheklanib qolmang. Mahallaga borganingizda aniq so'rang. Bu moddiy yordammi, subsidiyami, yoshlar dasturimi? Ayollar daftarimi, ijtimoiy himoya yordamimi yoki bandlik orqali beriladigan ko'makmi? Chunki har birining talabi boshqa-boshqa bo'ladi. Agar oilangizda rasmiy daromad juda past bo'lsa, ijarada yashasangiz, farzandlaringiz ko'p bo'lsa, oilada nogironligi bor inson bo'lsa yoki uzoq vaqt ishsiz qolgan bo'lsangiz, siz albatta murojaat qilib ko'rishingiz kerak. Bu menga baribir bermaydi deb uyda o'tiradigan masala emas. Davlat yordamlari ko'pincha ariza asosida ko'rib chiqiladi. Siz murojaat qilmasangiz, mas'ullar sizning vaziyatingizni to'liq bilmasligi mumkin. Masalan, bir oilani olaylik. Oila boshlig'i qurilishda kunlik ish qiladi. Oyga barqaror 3 million so'm topmaydi. Ba'zan 1 million, ba'zan 2 million so'm bo'ladi. Turmush o'rtog'i uyda, 3 nafar farzandi bor. Uy ijarasi 2 million so'm. Bunday oilada oziq-ovqat, kommunal to'lov, maktab xarajatlari bor. Agar ular mahallaga murojaat qilsa, oilaning real holati o'rganiladi. Agar mezonlarga to'g'ri kelsa, moddiy yordam yoki boshqa ijtimoiy ko'mak olish imkoniyati paydo bo'ladi. Yana bir misol, 23 yoshli yigit ish topolmay yuribdi. Lekin sartaroshlik yoki kompyuter xizmatlari bo'yicha o'qimoqchi. Unga shunchaki naqd pul berilmasligi mumkin. Lekin o'quv kursiga yo'naltirish, asbob uskuna uchun subsidiya yoki boshlang'ich yordam berilishi mumkin. Agar u faqat menga 5 million bering desa, rad javobi olishi ehtimoli bor. Ammo men mana shu kasbni o'rganmoqchiman, keyin daromad topaman.
mana kursnomi, mana rejalarim desa, murojaat ancha asosli bo'ladi. Yana bir holat. Ayol kishi uyda tikuvchilik qilishni biladi, lekin tikuv mashinasi yo'q. Oilada daromad past farzandlar bor. U ayollar daftarida yoki ijtimoiy himoyaga muhtojlar ro'yxatida bo'lsa, unga maqsadli yordam ajratilishi mumkin. Bu yerda ham eng muhim narsa pul kerak deyish emas. Men shu yordam orqali daromad manbai yarataman deb asoslash. Agar sizning oilangizda daromad yaxshi bo'lsa, nomingizda qimmat avtomobil bo'lsa, bir nechta ko'chmas mulkingiz bo'lsa yoki bank kartangizga muntazam katta pul tushib tursa, arizangiz rad etilishi mumkin. Bu yerda masala sizni kimdir yomon ko'rganda emas, elektron tizimlar ma'lumotlarni solishtiradi. Davlat yordami eng avvalo ehtiyojmand qatlamga qaratiladi. Masalan, fuqaro men ishsizman deb ariza beradi, lekin soliq bazasida u yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faol ko'rsatayotgani chiqadi. Yoki daromadim yo'q deydi. Lekin bank kartasiga har oy 210 million so'm tushadi. Bunday holatda komissiya savol beradi. Bu pul qayerdan kelyapti? Agar u qarz bo'lsa shartnoma bormi? Agar qarindosh yordam berayotgan bo'lsa, nima uchun doimiy tushyapti? Shu sababli hujjatlarda va tushuntirishda aniqlik bo'lishi shart. Yana bir nozik masala oilaviy tarkib. Ba'zi odamlar alohida yashayotgan farzandini yoki turmush o'rtog'ini arizada ko'rsatmaydi. Keyin tekshiruvda ma'lumot boshqacha chiqadi. Bu esa ishonchsizlik tug'diradi. Men har doim maslahat beraman. Vaziyatingiz qanday bo'lsa, shunday yozing. Yashirishga urinish keyinchalik nafaqat rad javobiga, balki ortiqcha tekshiruvlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Murojaat qilishdan oldin hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Birinchi navbatda pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Agar oilaviy holatingiz muhim bo'lsa, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ajrim bo'lsa ajrim hujjati, boquvchisini yo'qotgan bo'lsa tegishli ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ishsiz bo'lsangiz, bandlik bo'limida ro'yxatda turishingiz foydali. Chunki ishsizman degan gapni rasmiy tasdiqlash kerak bo'ladi. Agar kasallik yoki nogironlik bo'lsa, tibbiy xulosa, nogironlik guvohnomasi yoki tegishli ma'lumotnoma kerak. Agar ijarada yashasangiz, ijara shartnomasi yoki mahalla tomonidan yashash holatingiz bo'yicha dalolatnoma so'ralishi mumkin. Agar yordamni tadbirkorlik yoki daromad manbai yaratish uchun olmoqchi bo'lsangiz, oddiy reja tayyorlang. Masalan, men 50 million so'mga tikuv mashinasi uchun boshlang'ich to'lov qilaman. Men parrandachilik uchun yem va jo'ja olaman. Men sartaroshlik asboblarini xarid qilaman. Men kompyuter kursi to'lovining bir qismini qoplayman. Reja juda murakkab bo'lishi shart emas, lekin aniq bo'lishi kerak. Pul nimaga ketadi? Natijada qanday daromad bo'ladi? Shuni yozing. Birinchi manzil odatda o'zingiz yashaydigan mahalla bo'ladi. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, ijtimoiy xodim sizning holatingizni o'rganishi mumkin. Ayniqsa, yordam qaysi toifaga tegishli ekaniga qarab mas'ul shaxs o'zgaradi. Yoshlar bo'yicha bo'lsa, yoshlar yetakchisiga murojaat qilasiz. Ayollar bo'yicha bo'lsa, xotin-qizlar faoli bilan gaplashasiz. Ish va daromad masalasida hokim yordamchisi yoki bandlik organi muhim rol o'ynaydi. Ikkinchi yo'l tuman yoki shahar hokimligi, bandlik bo'limi, kambag'allikni qisqartirish va bandlik organlari ijtimoiy himoya bo'limlari orqali murojaat qilish. Ayrim xizmatlar myTalk.uz orqali ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun internetdan foydalana oladiganlar Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida tegishli xizmat bor yo'qligini tekshirib ko'rsin. Lekin internetda aniq topolmasangiz, mahallaga borib yozma ariza qoldirish eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Men alohida ta'kidlayman, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Kelasi hafta keling, ro'yxat yopilgan, keyin aytamiz degan javob eshitsangiz ham yozma ariza qoldiring. Arizada ism familiyangiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, oilaviy ahvolingiz, nima sababdan yordam so'rayotganingiz, aynan qanday yordam kerakligi aniq yozilsin. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, sana yoki ro'yxat raqamini so'rashdan uyalmang. Ariza yozishda juda uzun hikoya qilish shart emas, lekin muhim faktlarni tushirib qoldirmang. Masalan, men falon mahallada yashayman, oilamda 5 nafar a'zo bor. Hozir doimiy ish joyim yo'q, turmush o'rtog'im uy bekasi. 3 nafar farzandim maktabda o'qiydi. Ijarada yashaymiz. Oilamizning oylik daromadi oziq-ovqat va ijara xarajatlarini qoplashga yetmayapti. Shu sababli menga bir martalik moddiy yordam yoki daromad manbai yaratish uchun subsidiya ajratishda amaliy yordam berishingizni so'rayman. Agar maqsadingiz ish boshlash bo'lsa, shunday yozing. Men tikuvchilikni bilaman.
mahallada buyurtma olish imkoniyatim bor. Tikuv mashinasi va boshlang'ich material olish uchun 1,5 million so'm miqdorida yordam so'rayman. Ushbu yordam orqali oilamga qo'shimcha daromad kiritishni rejalashtirganman. Mana shunday aniq ariza mas'ullar uchun ham tushunarli bo'ladi. Arizada yolg'on ma'lumot yozmang. Daromadim yo'q deb yozib, aslida rasmiy oylik olayotgan bo'lsangiz, bu keyin aniqlanadi. To'g'risi daromadim bor, lekin yetarli emas, chunki oilada xarajat ko'p deb yozgan yaxshi. Davlat yordami faqat mutlaqo daromadsizlarga emas, ayrim holatlarda daromadi past, ehtiyoji yuqori oilalarga ham ko'rib chiqilishi mumkin. Muhimi vaziyatni asoslab berish. Birinchi xato odamlar eshitgan gapga ishonib, rasmiy manbadan aniqlashtirmaydi. Kimdir Telegramda hamma 20 million oladi deb yozadi. Odamlar esa navbatga turadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, bu faqat ma'lum toifa uchun ekan. Shuning uchun har doim hokimlik, bandlik organi yoki rasmiy portal orqali tekshiring. Ikkinchi xato, hujjatlarni to'liq topshirmaslik. Masalan, oilada nogironligi bor bola bor, lekin tibbiy hujjat olib borilmagan yoki ijarada yashaydi. Lekin buni tasdiqlovchi hujjat yo'q. Komissiya sizning og'zingizdan eshitgan gapga emas, hujjat va o'rganish natijasiga qaraydi. Uchinchi xato, pulni nima uchun so'rayotganini aniq aytmaslik. Menga yordam kerak deyish yetarli emas. Nima uchun kerak? Davolanish uchunmi? Oziq-ovqat uchunmi? Ish boshlash uchunmi? O'qish uchunmi? Farzandlar xarajati uchunmi? Sabab aniq bo'lsa, qaror qabul qilish ham osonlashadi. To'rtinchi xato, vositachilarga ishonish. Kimdir men pul chiqarib beraman, oldindan falon so'm ber desa, bu juda xavfli. Davlat yordami uchun ariza topshirish qonuniy tartibda bepul bo'lishi kerak. Hech kimga oldindan pul bermang. Agar kimdir pul talab qilsa, ismini, lavozimini, telefonini yozib oling va yuqori tashkilotlarga murojaat qiling. Agar sizga rad javobi berilsa, darrov umidsizlikka tushmang. Avvalo rad etish sababi nima ekanini aniqlang. Sabab yozma bo'lishi kerak. Masalan, oilaviy daromad mezondan yuqori, hujjatlar to'liq emas, mazkur dastur bo'yicha talabga mos kelmaydi, ro'yxatda mavjud emas kabi sabablar bo'lishi mumkin. Agar hujjat yetishmagan bo'lsa, to'ldirib qayta topshirasiz. Agar daromad noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, izoh berasiz. Masalan, kartangizga tushgan pul qarz bo'lsa, qarz shartnomasi yoki tushuntirish xati tayyorlaysiz. Agar oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, FSHDIO, mahalla yoki boshqa idoralardan ma'lumot olib tuzattirasiz. Agar siz haqiqatan ham ehtiyojmand bo'lsangiz, lekin murojaatingiz asossiz rad etilgan deb hisoblasangiz, tuman hokimligiga, yuqori turuvchi tashkilotga yoki prezident virtual qabulxonasiga murojaat qilishingiz mumkin. Lekin murojaat qilayotganda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Qachon ariza berdingiz, kim qabul qildi, qanday javob oldingiz, nega rozi emassiz, qanday hujjatlaringiz bor, bularni aniq ko'rsating. Bir narsani yaxshi tushunib oling. 20 million so'm sizning muammongizni butunlay hal qilib bermasligi mumkin, lekin to'g'ri ishlatilsa, vaziyatni yengillashtiradi yoki kichik daromad manbai boshlashga yordam beradi. Masalan, bu pulni oddiy kundalik xarajatlarga ishlatib yuborsangiz, bir oy o'tib yana o'sha holatga qaytasiz. Ammo uni ish quroli, o'qish, kichik savdo, xizmat ko'rsatish yoki foyda keltiradigan narsaga yo'naltirsangiz, natija uzoqroq davom etadi. Masalan, bir ayol 2 million so'm yordamni oziq-ovqatga sarflashi mumkin. Albatta, uyda ovqat bo'lmasa, bu ham zarur. Lekin agar uning tikuvchilik ko'nikmasi bo'lsa, shu pulga ishlatilgan tikuv mashinasi, ip, mati olib, mahallada buyurtma tikishni boshlasa, har oy 500 ming, 1 million, keyin undan ko'proq daromad qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Shuning uchun ariza berayotganda ham, pulni olgandan keyin ham reja bilan harakat qiling. Yana bir misol, yigit 1 million so'mga telefon almashtirsa, bu daromad bermaydi. Lekin shu pulni sartaroshlik asboblariga, ustaga shogird tushishga yoki kursga sarflasa, bir necha oyda mijoz topishi mumkin. Davlat yordamining asl maqsadi ham ko'pincha odamni qaram qilib qo'yish emas, uni oyoqqa turishiga yordam berishdir. Endi siz bugundan nima qilishingiz kerakligini aytaman. Birinchi qadam, oilangizning real holatini yozib chiqing. Necha kishi yashaysiz, kim ishlaydi, qancha daromad bor, qancha xarajat bor, ijara bormi, kredit bormi, kasallik bormi, farzandlar o'qiydimi? Bularni qog'ozga yozsangiz, ariza yozishda qiynalmaysiz. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. ID karta, farzandlar hujjati, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik yoki tibbiy ma'lumotnoma, ishsizlik bo'yicha ma'lumot. Ijara holati, daromad haqidagi ma'lumot borini tayyorlang.
Hamma narsa bir kunda kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin oldindan tayyor tursa jarayon tezlashadi. 3-qadam. Mahallaga boring va aniq savol bering. Bizning oilamiz holatida 1 million so'mlik yordam yoki subsidiya olish imkoniyati bormi? Qaysi dastur bo'yicha ariza berishim kerak? Qanday hujjatlar talab qilinadi? Arizam qachon ko'rib chiqiladi deb so'rang. Javoblarni yozib oling. 4-qadam. Yozma ariza qoldiring. Og'zaki gap bilan ketmang. Ariza nusxasini o'zingizda saqlang yoki qabul qilingan sanani yozib oling. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Keyin natijani kuzatish oson bo'ladi. 5-qadam. Agar uyingizga o'rganish uchun kelishsa, vaziyatni yashirmang va oshirib ham yubormang. Bo'rini ko'rsating. Oila xarajatlarini tushuntiring. Agar ish boshlash niyatingiz bo'lsa, rejangizni ayting. Men shu yordamni olsam nima qilaman degan savolga tayyor javobingiz bo'lsin. 6-qadam. Javobni kuting va nazorat qiling. Belgilangan muddat o'tsa yana borib so'rang. Arizam qaysi bosqichda deb muloyim, lekin qat'iy so'rash kerak. Fuqaro o'z huquqini bilsa, jarayon ham tartibli bo'ladi. Demak, prezident tomonidan ajratiladigan 1 million so'm yoki shunga o'xshash yordamni olish uchun eng muhim narsa sizning toifangiz mos kelishi, ehtiyojingiz asoslangan bo'lishi, hujjatlaringiz to'liq bo'lishi va arizangiz rasmiy tartibda topshirilishi kerak. Bu pul hamma uchun avtomatik emas, lekin haqli insonlar murojaat qilsa imkoniyat bor. Men sizga maslahat beraman. Eshitgan gapga ishonib qolmang. Rasmiy manbadan aniqlang. Mahallaga boring, yozma ariza qoldiring. Hujjatlaringizni tartibga keltiring va pulni olsangiz, uni imkon qadar foydali maqsadga ishlating. Shunda bu yordam bir kunlik nafas rostlash emas, oilangiz uchun yangi daromad boshlanishiga aylanishi mumkin. Sizning hududingizda bu 1 million so'mlik yordam bo'yicha qanday tartib bo'lyapti? Kimdir olganmi? Kimdir rad javobi olganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa odamlar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring, chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.